O'g'lim, nonushta tayyor. Oyi, shartmi shu? Ichaman ko'chada shu choyni. Yosh bolamanmi sizga? Choyingni ichmasdan ko'chaga chiqmaysan. Oybek, yana uxlab qoldingmi? Ertalab voqli borishimiz kerak edi-yu. Assalomu alaykum xola, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Keling bola, o'tiringlar, choy ichinglar. Hozir ovqat olib chiqaman. Ha, bu o'rtog'im ertalab zambaraga otsa ham uyg'onmaydi shekilli, ha? Mantimi xola? Ha, mantiq qilgandim. Ah. Zo'r bo'pti-yu. Ye. Ertalabdan yo'qlik ketmaydi-da. Ko'chada bu narsa yo'qlay desam, oyim ertalabdan ushlab o'tiribdilar. Ko'chani ovqati oyingni ovqatdek bo'lmaydi. Sen yig'laver, men ko'chada yeyman. Olsangchi. Ha, yoqmasa nima qilay? O'chir. Kalaga siz yaxshi ko'radigan chantani qildim. Kalingni yeb olay. Oyi, men sizga nechmat aytdim. Choy ichmayman ertalab, ovurib bo'lmaydi dedim. Nima men sizga yosh bolamanmi? Men ketdim. Kimdir uyda yeyishga ovqati yo'q. Kimdirlar onasi damlagan oddiy choyga zor. Sanda buni ikkalasi ham bor. Lekin buni tushunishga kalling yo'q. Onangni vaqtida qadriga yetgan. Keyin menga o'xshab afsuslanib yurma.